To'lov turlari. Biz to'lov turlari deganda faqat moddiy to'lov turlarini bilamiz, lekin ma'naviy to'lov turlari haqida xabaringiz bormi? Qabulimga bir ayol keldi, aynan farzandlarini yaxshi yashashi uchun turmush o'rtog'ini yomon fe'liga chidab yashayotganligini aytdi va tushunib qoldim. Har narsaning to'lovi bor. Bu ayol aynan farzandlari qulay yashashi uchun turmush o'rtog'ini yomon fe'liga chidashga majburman deb o'ylaydi. O'ylab ko'ring, bizni hayotimizda yana nimalar bilan to'lov bo'lyapti. Sog'lig'ingiz bilan to'lov to'layotgan bo'lishingiz mumkin yoki loyiqsizligingiz bilan, kamsitilishingiz bilan, qadrsizlanishingiz bilan bu to'lovlarni chegarasi bo'lmasligi mumkin. Lekin aslida siz mana shunday sizni sog'lig'ingizdan ayiradigan, sizni qadringizni yemiradigan, sizni o'zligingizdan ayiradigan to'lovlar turiga majburmisiz? Majbur emassiz. Bizga tushuntirilgan, singdirilgan tarbiya turlari orqali biz nimagadir majburmiz va albatta man yaxshi yashashim uchun man nimagadir chidashim va nimagadir ko'nishim kerak deb o'ylaymiz. Aslida bari sarob. Ilm sizga bu narsalarni sarob ekanligini va istagan hayotingizda hech qanday sizni baxtingizga, huzuringizga, xotirjamligingizga, farzandlaringiz bilan to'la-to'kis yashashingizga to'lov qilish shart emasligini yo'lini ko'rsatadi va bu imkoniyatni sizga ochadi. Mana shunday to'lovlar to'lab charchagan ayollarimiz uchun man maxsus taklif yaratdim. Agar sizga bu taklif qiziq bo'lsa, kommentariyaga maxsus taklif so'zini yozib qoldiring. Man sizga batafsil ma'lumot beraman.